Ertalab tursam, tomog'im og'rib qopti. Chunki men kecha kechqurun ozgina muzli suv ichib qo'ydim-da. Nima qildim bilasizlarmi? Mana bu gvazdika, ham gvazdika. 3 ta bo'ligini oldim. Uje hozir tomoq og'rig'im yo'q. Og'zingizga solasiz. Bir 5 minut og'zingizda tursin, ozgina evisin. Keyin yaxshilab chaynaysiz buni. Bilaman, juda achchiq, rosa achchiq. Ichidan yog' chiqadi, achchiq maza chiqadi. No, ishoninglar, bir kunda effekt bo'ladi. Bir kunda tomog'ingiz og'ridi, ustidan og'zingizga solasizlar, yaxshilab chaynaysizlar. Bir kunda 2-3 mahal xuddi shu holat qilinglar. Xohlasanglar yutib yuboringlar, zarar yo'q. Xohlasanglar tuflab yuboringlar. No, og'zingizda chaynaganlardan keyin ozgina tursin, bir 10 minut, 5 minut tursin, yaxshilab og'zingizni achishtirsin. Bu sizga nima beradi? Men buni ko'p qaytarganman, yana qaytaraman. Og'zingizdagi har qanaqa infeksiyani o'ldiradi. Og'zingizdagi, tomog'ingizdagi yallig'lanishlarni hammasini oladi. Og'zingizda noxush hid kelayotgan bo'lsa, uni ham o'ldiradi. Tishingiz og'riyotgan bo'lsa, tishingizni og'rig'ini ham qoldiradi. Burningiz bitib qolgan bo'lsa, burningizni ham ochadi. Bitta gvazdikani chaynab yutishingizdan shuncha foydasi bor. O'shaning uchun aptekadan borib har xil shishmagan dori olishga shoshilmanglar. Oddiygina gvazdika suv tekin turadi bozorda, suv tekin turadi. Shuni 3 tasini olasizlar, bir kun 2-3 mahal shuni og'zingizga solib, chaynab ozgina og'zingizda tutib turasiz, yaxshilab chaynaysizlar, ichidan achchiq maza chiqadi. Keyin yutib olasiz, olasiz tashlab olasizlar. Bu videoni hamma tanishingizga jo'natib tashlang. Aptekadan hadeb pul sarfli bo'lmasin. Salomat bo'lasizlar.